Assalomu alaykum. Ma'lumki, O'zbekiston Prezidenti huzurida 2026-yilga mo'ljallangan islohotlar dasturlari va davlat dasturi loyihalari taqdimot qilindi va tasdiqlandi. Islohotlar dasturlari mamlakatimiz yetakchisining xalqimiz va Oliy Majlisga murojaatnomasida ilgari surilgan tashabbuslari va joriy yil uchun eng ustuvor islohotlarni qamrab olgan. Davlat dasturida esa strategiyaning 2026-yil uchun belgilangan maqsadlari va uning aniq ko'rsatkichlari aks ettirilgan. Dasturlar ijrosini moliyalashtirishga e'tibor qiling. Jami 250,5 trillion so'm va 50,4 milliard dollar mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Ta'kidlash kerak, joriy yil davlat dasturiga jamoatchilik fikri asosida 1000 ga yaqin takliflar kiritilgan, jumladan ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun jazoni kuchaytirish, pedofiliya uchun umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosini qo'llash, ipoteka va elektromobil xaridi uchun kredit mexanizmlarini takomillashtirish kabi tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. Muloqotimiz mavzusi shu haqda studiyaga Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz, Eldor aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Davlatimiz huzurida bo'lgan taqdimotda 2026-yilga mo'ljallangan islohotlar dasturlari va davlat dasturi loyihalari taqdim qilindi. Mana shu taqdimotda, mana shu dasturlarni qabul qilish bilan bog'liq masalada fikrlar almashildi. Sizning fikringiz mana shu dasturlar haqida? Bu o'ziga xoslik nimada? Har yili qabul qilinadi bunaqa hujjatlar, lekin belgisi o'ziga xosligi ham bor-da. Marhamat. Albatta. Assalomu alaykum. Haqiqatda mana bo'lib o'tgan taqdimotda Prezident farmoni tasdiqlandi va bu bilan alohida ikki muhim jihatiga e'tibor berish lozim. Prezident farmoni bilan islohotlar dasturi qabul qilindi hamda 2026-yilga mo'ljallangan bu yilgi mana davlat dasturi qabul qilinganligini ta'kidlashimiz lozim. Haqiqatda to'g'ri aytasiz, bu yilgi qabul qilingan bilan Prezident farmoni o'zgacha va boshqacha formatda qabul qilindi, chunki avvallari an'anaviy tarzda biz bilamizki, davlat dasturi qabul qilinganda bu yerda o'sha aynan 2026-yilda bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar hamda unga ilova qilib ishlab chiqiladigan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinardi va bu yilgisida esa aksincha mana ilg'or xorijiy tajribaga asosan bu amaliyot takomillashdi va bu amaliyotda takomillashishi asosan natijadorlikka bu yerda katta urg'u berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu munosabat bilan ham mana Prezident farmonida o'sha o'zgarish alohida 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha islohotlar dasturi qabul qilinganligi, bu ta'kidlash lozimki, islohotlarni aynan qaysi yo'nalishda ustuvorlik berilayotganligiga bu yerda urg'u berilyapti va bu yo'nalishlar Prezidentimiz tomonidan o'sha parlamentga hamda jamoatchilikka yo'llangan, O'zbekiston xalqiga yo'llangan murojaatnomasida aks etgan ustuvor 5 ta yo'nalish bo'yicha alohida islohotlar dasturi qabul qilinganligini ta'kidlashimiz joiz. Eldor aka, mana davlat dasturi va islohotlar dasturi qabul qilindi-da. Ular o'rtasida qanday bir farq bor va bog'liqlik nimada? To'g'ri, asosiy e'tibor mana agar birinchi davlat dasturini oladigan bo'lsak, bu endi an'anaviy tarzda qabul qilinadi. Biz bilamizki, qaysidir hujjatni ishlab chiqilishi deyiladi, qaysidir chora-tadbirlar amalga oshirilishi deyiladi. Ya'ni bu yerda natija aynan shu yilning o'zida ko'rilmaydi. Bu o'sha o'rta muddatda mana shu davlat dasturini hayotga muvaffaqiyatli tatbiq qilish natijasida o'rta muddatda buni natijasi ko'riladi. Lekin mana islohotlar dasturini 5 ta ustuvor yo'nalishda qabul qilinishi bu yili bu eng muhim jihati, asosiysi bu yerda hujjatlar ishlab chiqildi emas, bu yerda mana shu islohotlar yilning yakuniga qadar qanday natija berdi, qanday samara berdi, xalqqa hayoti, bu mana bu yerda agar yo'nalishlar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, masalan mahallada qanday o'zgarishlar bo'ldi, bu yerda mana yangi O'zbekiston qiyofasida mahallaga olib kirish bu yerda vazifa qo'yilyapti, mana shu narsa qanchalik amalga oshirildi, kasbga o'rgatish tizimi qay darajada o'zining natijasini berdi, iqtisodiy farovonlik bu yerda bir qator mana masalalar bor, qay natija berdi degan savolni yilning yakuniga qadar mana shu savolni berish imkoniyati bo'ladi. Vaholanki davlat dasturida bu savolni sal keyinroq berish ehtimoli katta edi, chunki bu o'rta muddatga mo'ljallangan. Chunki biz bilamizki, O'zbekiston 2030 strategiyasida 2030-yilgacha qanday maqsadlarga erishishimiz aniq ko'rsatilgan. Yillar kesimida davlat dasturi mana bu yerda indikatorlari bor, qabul qilinib, har yili mana shu maqsadlarga erishib borishi bu yerda maqsad qilingan. Vaholanki bu yilgi islohotlar dasturida
esa natijani aholimiz bu yil mana ko'rishi, bu yerda asosan natijaga urg'u berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bois ham islohotlar dasturini hayotga tatbiq qilish uchun har doim ham qaysidir hujjatni qabul qilish talab etilmaydi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri mana shu natijani amalga oshirish imkoniyati berilayotganligi asosiy farq sifatida ko'rish mumkin. Yana bir e'tibor tortadigan jihati dasturlarda hujjat ishlab chiqishda natijaga erishish tamoyiliga o'tilishi alohida ta'kidlanyapti. Bu qanday tamoyil? Bundan maqsad nima? Bu maqsad albatta, chunki mana agar davlat dasturlariga oldingi o'sha amaliyotga qaraydigan bo'lsak, qaysidir hujjatda bu qonunchilik hujjati bo'ladimi yoki bo'lmasa hukumatniki bo'ladimi, davlat rahbarining hujjatini loyihasi ishlab chiqilishi bitta maqsad qilib qo'yilardi-da. U ertaga qanday natija berishi bu keyinroq baholanadigan masala edi. Lekin bu yerda mana siz to'g'ri aytdingiz, mana islohot bo'yicha hujjatlar ishlab chiqilishi nazoratidan bu boyagi o'sha hujjatda agar shu davlat dasturida shu hujjat ishlab chiqilsa nazoratdan yechilardi. Vaholanki mana islohotlar dasturida urg'u shunga berilyaptiki, bu yerda hujjat ishlab chiqish emas, bu yerda o'sha islohotlarni amaliyotga joriy qilishga urg'u berilyapti va bu jarayonda qanday natijani biz oldik degan masala beriladi, qo'yiladi. Chunki islohotlar dasturidagi yana bir asosiy farq, bu yerda aniq o'sha mas'ullar belgilanyapti. Kimga qanday vazifa yuklangani aniq, ertaga ulardan so'rash ham aniq bo'ladi. Shuning uchun ham islohotlar dasturi aniqligi, aniq o'sha natijaviyligi va samaradorligi bilan alohida ajralib turadigan va natijasini hujjat ishlab chiqish bilan emas, balki natijada qanday amaliyotga joriy qilinganligi bilan ahamiyatli ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Juda ham muhim bir masala. Mamlakatda kechayotgan islohotlarga e'tibor qilsak, bu ko'r-ko'rona shunchaki bir qog'oz uchun qilinayotgani yo'qda. Hammasini negizda uni hayotga tatbiq etish ustuvorlik kasb etadi. O'z navbatida dasturlarda to'g'ridan to'g'ri amal qilish mexanizmini tatbiq etilganligi mutaxassis ekspertlar alohida ta'kidlab o'tilyapti. U dasturda belgilangan vazifani alohida bir hujjat qabul qilib yoki qonunga o'zgarish kiritib, uni hayotga tatbiq etilish emas, dasturda mavjud bo'lgan o'sha vazifa, maqsad va vazifani to'g'ridan to'g'ri amal qilish mexanizmi masalasi haqida ham gap ketyapti. Buni siz qanday izohlagan bo'lasiz? To'g'ri aytasiz. Buni biz o'zimiz mana amaliyotda kuzatganmiz. Bilasiz, taraqqiyot strategiyasi markazi o'sha tuzilgandan beri tizimli ravishda har yili davlat dasturlarining ijrosini monitoring qiladigan tashkilot hisoblanadi. Shuning uchun ham mana taraqqiyot strategiyasi markazi o'z faoliyati davomida o'sha hujjatlarni ishlab chiqilishi nuqtai nazardan biz mana monitoringda bu band bajarildi deb e'tibor qaratgan bo'lsak, albatta bizdan so'rashardi. Xo'p, bu hujjatni ishlab chiqilishi bizga nima beradi? Qachon buni natijasini ko'ramiz deb turib aholi to'g'ri o'rinli savol qo'yardi. Endi mana biz bemalol javob bera olamiz. Davlat dasturi aytganimizdek, o'sha o'rta muddatga mo'ljallangan istiqbolni belgilab beradigan asosiy strategik hujjat bo'ladigan bo'lsa, islohotlar dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijani bu yilda o'zida ko'rish imkonini beradi. Va shuning uchun ham boyagi ko'tariladigan savollarga biz albatta mana bu yerda javobni ko'rishimiz mumkin. Jamoatchilikning e'tiborida turgan muhim bir masala bu o'z navbatida 2026-yilga mo'ljallangan dasturlar uchun ajratilgan mablag'lar. 250 trillion so'mdan ortiq. 50 milliard dollardan ortiq mablag' yo'naltirilyapti. Bu qaysi sohalarga yo'naltirish ko'zda tutilyapti? Endi albatta bu juda muhim masala hisoblanadi, chunki umuman olganda agar qaraydigan bo'lsak 250 trillion so'm hamda mana 50 milliard dollardan ortiq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi bu yerda umuman olganda sizni savolingiz bir tomondan qaraganda juda keng, chunki har bir mana bu yerda alohida e'tibor berilayotgan masala har bir bandda moliyaviy manbasi aniq qilib ko'rsatilgan. Ya'ni ertaga bu belgilangan vazifaga mablag'ni qayerdan olaman deb turib mas'ullar bosh qotirishi kamroq bo'ladi, chunki bu yerda aniq qilib belgilangan. Shuning uchun ham bu mablag'larni nimalarga sarflanish ham shu o'rinda alohida mana taqsimlangan. Shuning uchun mana biz aytishimiz mumkinki, birinchidan o'sha mahallalardagi infrastrukturani yaxshilashga bu yerda 20 trilliondan ortiq mablag' ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam mana deylik o'sha
5 trillion so'm kredit ajratilishi, mahallalarda 10 mingdan ziyod ish o'rinlarini yaratish uchun yoki bo'lmasam biz bilamizki qurilishga juda katta e'tibor berilyapti. Shuning uchun ham o'sha qurilish ishlarini 11% ga oshirib 30 milliard dollarlik o'sha hajmga yetkazish masalasi ilgari surilayotganligi yoki bo'lmasam bu yerda yo'llarni ta'mirlash, yangi yo'llarni qurishga e'tibor berilayotganligi, shu jumladan temir yo'llar, yangi o'sha yuzlab kilometrlab temir yo'llar qurilishi, xususan Toshkent, Samarqand yo'nalishidagi yana bir temir yo'l qurilishiga alohida urg'u berilayotganligi yoki mana loyiha boshlanganda Baytqo'rg'on Parkent yo'nalishi bo'yicha aynan mana shu yo'llarga ham pul mablag'lari ajratilishi maqsad qilingan. Undan tashqari albatta savolingiz juda keng deganimdek, o'sha sog'liqni saqlash tizimiga ham bu ona va bolani himoya qilishga, aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazishga mablag'lar ajratilyapti. Kasalliklarni erta aniqlashga e'tibor berilyapti. Chunki davlat dasturida alohida masala ko'proq davolashga emas, aynan erta aniqlashga, kasalliklarni bu yerda urg'u berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham har bir maqsadga pul ajratilishi maqsad qilingan. Ba'zilari davlat budjetidan, ba'zilari o'sha banklar mablag'laridan, ba'zilari xorijiy sarmoyalardan yoki bo'lmasa mana xususiy tadbirkorlardan mana shu mablag'lar ajratilishi aniq taqsimoti bor. Dasturlarda juda katta bir ezgu maqsadlar aks ettirilgan. Bu aks ettirilgan maqsadlar quruq qog'ozda emas, uni moliyaviy manbalari ham aniq ko'rsatib o'tilgan. Albatta. Bir paytlar dasturlar qabul qilinardi, keyin mablag' qidirilardi-da. Shunday. Va bu o'z navbatida mana shu belgilangan maqsad va vazifalarni hayotga tatbiq etilishida xalal berardi, qiyinchiliklar paydo qilardi. Lekin bu qabul qilingan strategik hujjatlarni moliyaviy manbalari aniq ko'rsatib o'tilgan, yuqorida ta'kidlab o'tayotgan mablag' hazilkan mablag' emas. Bu o'z navbatida har bir maqsad va vazifani hayotga tatbiq etilishini moliyaviy manba sifatida aks etyapti. Eldor aka, mana davlat dasturida qabul qilinishida o'z navbatida jamoatchilikning fikri ham olindi, muhokama jarayoni qo'yildi, muhokama qo'yildi. 1000 ga yaqin takliflar kelib tushganligi va bu takliflarni mana shu strategik hujjatda aks ettirilganligi ko'pchilik mana ekspertlar bu haqda fikrlarni aytayapti-da. Keling, mana shu hujjatni qabul qilishdagi bir xalqchillik haqida gaplashasiz sizga. Albatta, hozirdagi siyosatda biz bilamizki, mana o'sha hujjatlarni xalq bilan maslahatlashish, chunki davlatimiz rahbari alohida e'tibor beradigan masala shu jamiyat islohotlari tashabbuskori degan tamoyilni ilgari suradilar. Undan tashqari hozirgi siyosatimizda o'sha xalq bilan muloqot degan tamoyil prezident tomonidan belgilab berilgan va o'sha jarayonda ayniqsa o'sha ochiqlikka, shaffoflikka biz bilamizki, mana shu islohotlar jarayonida alohida e'tibor beriladi. Shuning uchun ham mana an'anaviy tarzda bu yerda mana shu muhim strategik hujjatlarni ishlab chiqishda ham uni loyiha tarzida ishlab chiqishda hamda uni o'sha loyihasini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishda biz buni bevosita guvohi bo'ldik. Shu nuqtai nazardan albatta hozirgi siyosatga hamohang tarzda mana shu hujjat jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi. E'tiborlisi, mana shu jarayonda nafaqat mamlakatimizning ichidagi aholimiz, balki mamlakatda tashqarisidagi vatandoshlarimiz, davlatimiz, jamiyatimiz ravnaqiga befarq bo'lmagan fidoyilarimiz tomonidan ham 60 dan ortiq mana shu takliflar ilgari surilganligi bu albatta mamlakatimizdagi islohotlarni o'sha chet ellarda yashab yurgan aholimiz ham qo'llab-quvvatlayotganligini ko'rishimiz mumkin. E'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta mana shu takliflarni yil sayin salmog'i ortib boryapti. Mana masalan biz bilamizki, mahalla institutini takomillashtirishga so'nggi yillarda ayniqsa eng shu aholiga yaqin bo'lgan bo'g'in sifatida biz bilamizki, mahallani o'sha professional tarzda ham salohiyati ortib boryapti, moliyaviy imkoniyatlari ortib boryapti. Yil sayin ularga moliyalashtirish ortib borishi natijasida aholimiz masalan taklif beryapti. Xo'p, mana shu mahallamizdagi mablag'lar, soliqlardan qolgan mablag'lar nimaga ajratilyapti, qanday u natija beryapti, qaysi masalalarga yo'naltirilyapti. Mana shuni mahalla raislarimiz har chorakda hisobotini berib borsin degan masalan taklifni ilgari surganliklarini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha mahallalarda albatta o'sha ichki yo'llarni ta'mirlashni davom ettirish, sog'lom turmush tarzidan kelib chiqib velo yo'laklarni qurishni davom ettirishga doir masalan takliflarni berganligini aholimiz, yoki bo'lmasam mana bilib turibmizki, hozir faqat biz televizordan ko'ryapmiz yoki gazetadan o'qiyapmiz,
ekologiya qanchalik dolzarb masala ekanligi, shuning uchun ham shu ekologik xavflarni yumshatishga doir aholimiz takliflarini ilgari surganliklari, o'sha daraxtlarni kesish bo'ladimi yoki bo'lmasam yashil energetikadan foydalanish bo'ladimi, mana shunga doir takliflarni aholimiz ilgari surganliklari va e'tiborlisi mana shu takliflar o'z aksini mana shu hujjatlarda topganligi, bu albatta aholimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanganligini ko'rishimiz mumkin. 1000 ta taklif, bu soni kichik raqam emas, mana qayta ta'kidlayapmiz. 1000 ta taklifni mana shu davlat dasturiga saralab olinganda, endi million-millionta taklif ichidan saralab olingan, konstruktiv, shu amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mana shu takliflar davlat dasturida bevosita hayotga tatbiq etilyapti. Bu odamlarning xohishi, istaklari hayotga tatbiq etilayotganligidan dalolat. O'z navbatida mana bu haqda mana ekspertlar juda ko'p o'zlarining munosabatlarini bildiryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda katta bir muhokamaga sabab bo'lyapti. Ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun jazoni kuchaytirish, pedofiliya uchun umrbod ozodlikdan mahrum etish javobgarligini joriy etish tashabbusi qo'llab-quvvatlanganligi haqida. Bu haqda sizning fikrlaringiz? Bu albatta o'sha jamiyatimizni tashqi solib kelayotgan masala va bu masalaga yechim mana davlat dasturida taklif etilganligi juda bir ijobiy holat sifatida ta'kidlash lozim, chunki bu jarayonda biz ko'rib turibmizki, aholimiz inson huquqlarini himoyalashga e'tibor berganligidan kelib chiqib, mana davlat bunga o'zini munosabatini bildirib, inson huquqlari, ayniqsa ayollarimiz, mana bolalarimiz davlat himoyasida ekanligini yanada kafolatlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tizim joriy qilinishi bilan va eng quvonarlisi bu jamiyatdagi o'sha xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladigan mana shu tizim yaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu jarayon fikrimizcha ikkinchidan o'sha mazkur jinoyatlarni oldini olish, profilaktika qilish, ogohlikni oshirishga qaratilgan muhitni ham shakllantirishga xizmat qiladi va albatta bu jarayonda biz xalqaro huquqdan kelib chiqib o'zimiz o'sha davlatimiz o'ziga olgan majburiyatlarni bajarishda ham mana to'laqonli o'sha xalqaro standartlarga mos ravishda mana shunday tizim yaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatida jamiyatda adolatni qaror toptirish, qonun ustuvorligini ta'minlashda mexanizm, xalqchil bir mexanizm hayotga tatbiq etilayotganligidan dalolatda. Albatta. Jamiyatda shu zarur ekan, ko'pchilik aholi, xalq shuni istayotgan ekan. Mana xalqchillik ham shunda-da. Shunday. Shu narsa qonunlarda takomillashyapti. Kerak bo'lsa, jazoni shu og'irlashtiruvchi holatlar yoki yengillashtiruvchi holatlar ham shu orqali hayotga tatbiq etiladi. O'z navbatida mana hozir shu huquqni muhofaza qilish idoralari faoliyati, umuman qonunchilik haqida so'z yurityapmiz-da, Eldor aka. Sudlarda xalq vakillari hay'ati ishtirokini yo'lga qo'yish taklifi haqida sizning munosabatingiz, fikringiz? Bu yo'nalishda ham yangi bir islohot, yangi bir institut tatbiq etilyapti. Albatta bu jarayonda e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi yillarda shu sud tizimini ochiqligini ta'minlash, shaffofligini ta'minlash, sud bu faqat davlat organi emas, balki jamiyatda o'sha tashvishlarni, masalalarni hal qiladigan organ sifatida namoyon bo'lib boryapti va shu nuqtai nazardan mana shu xalq vakillari institutini joriy qilinishi belgilanganligi bu albatta sud tizimidagi islohotlarni chuqurlashtirishga birinchidan e'tibor berilayotganligini ko'rsatadi. Ikkinchidan sud tizimidagi ochiqlik, oshkoralik tizimi mana yanada takomillashayotganligini bu yerda e'tibor qaratilyapti. Uchinchidan muhimi bu inson huquqlarini yanada himoya qilishga qaratilayotgan e'tibor sifatida biz baholashimiz lozim buni, chunki biz alohida ta'kidlashimiz lozimki, bu yerda masalan nafaqat bu yerda o'sha sud, ya'ni sudya, balkim o'sha xalq vakillari ishtirokida bu qarorga o'sha ishlab chiqilishi bu albatta inson huquqlarini qo'shimcha ravishda kafolatlash imkoniyatini beradi. Lekin men yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, mana bunday o'sha xalq vakillarining ishtiroki albatta o'ziga yarasha mana shu xalq vakillarini jalb qilish masalasini bu yerda kun tartibiga olib chiqadi. Ya'ni ular ma'lum bir jarayonda deylik o'sha ishidan ozod qilinishi yoki nafaqadagilarini masalan bu jarayonga jalb qilinishi, ularning qo'shimcha vaqtlari mana shunga sarf qilinishi. Ya'ni bu yerda ham ya'ni resurslar bu yerda sarf qilinadi, ham moliyaviy, ham vaqt. Lekin shunga qaramay bu davlat ko'rib turibmizki, inson huquqlarini ustun qo'yayotganligi, bu jarayonda mana shunday resurslar sarfi ta'minlanishi bilan birgalikda,
lekin bu yerda inson huquqlariga katta urg'u berilayotganligiga bu yerda alohida e'tibor qaratish lozimki, bu shuning uchun ham o'ylaymizki, mana shunday institutda, ya'ni xalq vakillari hay'ati institutini joriy qilishi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqadi, sudlarimizni yanada o'sha ochiq, oshkora faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi. Muhim bir dasturda aks ettirilgan mana shu takliflar, mana shu ko'pchilikni, aholini takliflari asosidagi o'sha mukammallashtirish jarayoni qolaversa, mana shu mamlakatni strategik taraqqiyotini, navbatdagi strategik taraqqiyotini ta'minlab beradigan o'sha ba'zi bir illatlarga qarshi kurashish masalasi ham alohida e'tibor qaratilgan. O'z navbatida korrupsiyaga qarshi kurashning yangi bosqichi belgilab berilyapti-da. Bu qanday mexanizmlar orqali amalga oshiriladi? Bu illatdan dunyoni mana 250 ta mamlakat bo'lsa, hammasi aziyat chekadi-da. Bundan qarshi kurashib kelinadi hozirgacha-da. Endi albatta bu juda o'rinli savol beryapsiz, chunki korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatimizni, davlatimizni olib borayotgan siyosatida bu masalaga ustuvorlik berilyapti. Ayniqsa bu yilda bu masalani kun tartibiga yanada dolzarb masala sifatida qo'yilishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Biz buni mana yil boshida muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ham qanchalik bu yerda korrupsiyaga qarshi kurashda qat'iyatlik borligini ko'rdik. Qanchalik mazkur masalaga o'sha qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligini biz mana ko'rishni boshladik, samarasini olib borilayotgan islohotlarni va shu nuqtai nazardan bu davlat dasturida ham, mana islohotlar dasturlarida ham korrupsiyaga qarshi kurash masalasini yangi bosqichga olib chiqishga alohida urg'u berilyapti. Birinchidan bu yerda mana o'sha bir qator qonunchilik hujjatlari o'sha kolliziyalar bormi yo'qmi, nomuvofiqliklar, noaniqliklar bormi yo'qmi, yoki bo'lmasa mana biz aytamizki oq dog'lar, huquqiy bo'shliqlar, ya'ni bu shunday imkoniyat beradiki, korrupsiyani masalan kelib chiqarishga. Aynan mana shularni aniqlash va ularni bartaraf etishga birinchidan alohida e'tibor berilishi bu yerda. Undan tashqari hududlar va tegishli mana sohalarda korrupsiya xavfi bor xaritalarni bu yerda ishlab chiqishga alohida e'tibor berilyapti. Ya'ni bu yerda yaqqol ko'rinadi mana shu xarita ishlab chiqilgandan keyin hududlardagi hamda sohalarda, ya'ni bilamizki turli sohalarda ayrimlari ko'proq moyilligi bor korrupsiya jinoyatini sodir qilishga, ayrimlarda esa bu yo'q. Aynan mana shu xaritalarni ishlab chiqilishi maqsad qilinganligi bu ko'zgudek ko'rinishi imkoniyati yaratiladi. Bu ikkinchi masala. Uchinchidan alohida e'tibor berilayotgan masala bu mana ayrim sohalarda tegishli o'sha davlat idoralarini o'rinbosarlari darajasida compliance bo'yicha o'sha mutasaddilarni tayinlanishi bu o'sha olib borilayotgan siyosatni yanada tizimlashtirilish imkoniyatini beradi va aniq mas'ullarni belgilab beradi. Kim mana shu sohada korrupsiyani oldini olishga aniq javobgar shaxs sifatida belgilanadi va ertaga albatta u kishidan so'rash imkoniyati ham yaratiladi va biz ko'rib turamizki, bu jarayonda o'sha ochiqlik, oshkoralik yanada ta'minlanishi belgilanganligi, umuman olganda boyagi aytgan o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha islohotlar yangi bosqichga olib chiqilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Biz dasturdagi belgilangan maqsad va vazifalar haqida so'z yurityapmiz. Agar ozgina mana shu yillar, o'tgan yillarga qaraydigan bo'lsa, 7-8 yil davomida amalga oshirilgan islohotlar mamlakatni tubdan yangiladi. O'zgardi. Odamlarning hayoti o'zgardi, turmushi o'zgardi. Bu bevosita hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. O'z navbatida mana shu strategik qabul qilingan yangi hujjatlar, dasturlar haqida gaplashsaydi, mana shu dasturlarda belgilangan maqsad va vazifalar, islohotlar bundan keyin aholini turmush farovonligiga, mamlakatimizni, jonajon yurtimizni taraqqiyotiga qanday bir o'zgarishlar olib keladi sizningcha? Albatta bu savol keng qamrovliroq bo'lyapti, lekin muddoimiz shunda shuni ochib berish. Endi to'g'ri, albatta bu islohotlar dasturidan ko'zlangan asosiy maqsad aytib o'tganimizdek natijani bu yilning o'zida ta'minlash. Shuning uchun ham bu islohotlar dasturi bilan davlat asosiy e'tiborini natijadorlikka beryapti va e'tibor qaratadigan bo'lsak, davlatimizni, jamiyatimizni o'ylantirayotgan eng muhim 5 ta ustuvor yo'nalishda alohida dasturlar ishlab chiqilyapti. Birinchidan o'sha aholi
aholiga eng yaqin bo'lgan, aholi murojaat qiladigan, yashaydigan, ishlaydigan joyi bu mahalla. Shuning uchun ham mahalla infrastrukturasini takomillashtirishga, mahallalarda yangi ish o'rinlarini yaratishga alohida urg'u berilayotganligi, yangi O'zbekiston qiyofasini mahallaga olib kirishga bu yerda urg'u berilayotganligi, albatta aholi islohotlarni bevosita kuzatish imkoniyatini beradigan bo'g'in mahallada islohotlar bajarilishi va buni natijasi bu yilning o'zida ko'rinishi albatta aholini siz aytgandek mana shu islohotlardagi o'sha yanada kayfiyatini ijobiy ko'tarishga, islohotlarga yanada o'sha jonbozlik ko'rsatishga, fidoyiligini ta'minlashga xizmat qiladi degan umiddamiz. Undan tashqari mana ikkinchi yo'nalishda bu iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sha o'sish modeliga o'tkazish bo'yicha islohotlar dasturi mana qabul qilinganligi, ya'ni iqtisodiy islohotlar. Bu yerda mana prezidentimiz aytib o'tdilar murojaatnomada, bu yil mana o'tgan yili 145 milliard bo'ldi yalpi ichki mahsulotimizda. Bu yilda esa 167 milliard dollarga yalpi ichki mahsulotimizni mana ko'tarish masalasi ilgari surilyapti. Bu tasdiqlandi. Bu degani albatta mana shu 167 milliard degani hamma sohalarda tegishli o'zgarishlarni shiddat bilan amalga oshirish talab qiladi. 167 milliardlik yalpi ichki mahsulotga olib chiqish uchun albatta iqtisodiyotimizni bu yerda avvalo davlat organlari fidoyi ishlash kerak bo'ladi. Qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak bo'ladi, chunki qonun ustuvor bo'lib davlat organlari o'sha vijdonan ishlashini ham o'zimizni investorlar, ham tashqi investorlar ko'rsagina iqtisodiyotimizga pul tikadi o'zini investitsiyalar. Aynan shuning uchun ham bu kompleks choralardir. Bu qachon bo'ladi? Yana qo'shimcha, qachonki u yerda infrastruktura bo'lsa, suv bo'lsa, gaz bo'lsa, svet bo'lsa, ishlab chiqarishga imkon bo'lsa, mana shu jarayonda albatta islohotlar dasturi bu yerda mana shu infrastrukturani yaxshilashga ham alohida urg'u berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi yo'nalish bu albatta masalan aholimizni o'ylantirayotgan masala albatta ishsizlikni oldini olishga qaratilgan professional o'sha kasblarni o'rgatishga alohida urg'u berilib, mana shu jarayonlarda kasblarni rivojlantirishga alohida o'sha islohotlar dasturi qabul qilinganligi bu aholimizni erta bosqichda tegishli kasblarga o'rgatib, ularni mehnat bozorida yanada raqobatbardosh bo'lishiga tayyorlaydigan tizim yaratilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat fikrlar uchun. Vaqtimiz yakunlanyapti. Mavzu juda ham dolzarb. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi muloqotlarimizni davom ettiramiz. Ishtirokingiz uchun sizga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tibor uchun rahmat.